Leksimizni davomlashtiramiz. Endi sizlar muhokama qilaylik vatandosh. Uchab qolganini qaranglar. Chiroq dal bo'ladi bu. Cüslan aytma vatandaşım. Bugün 9. ayının 9. ayının 10. günü 2023 yıl vatandaş. Yukarıda leksiyalarını görüp ettik. Andaman da qaraylı. Yani sizlerge vaziyet qatarda aytılmagan naite eğer bir cümle söz qilib qapti hazırlab baqay. Amerika ovozı keldi xabar. Saqlab oldi Xudo xolasa at o'g'il sizga so'zlaymiz uni. 20 davlat guruhi yig'ini bayonot e'lon qildi. Gapning ma'nosi Jungo Rossiya qatnashmagan ahvol ostida bayonotning so'z iboralari to'salg'usiz bayonot kirgizildi, yezildi, e'lon qilindi. Bu tugudimi? Ikkinchisi bugun hozir kelgan mavzuda 20 davlat yig'ini Rossiyani tanqid qilishni ojizlashtirdi. Yoki boshroq tanqid qildi. Shundingizmi vatandoshim? Siyosat qanday o'zgardi vatandoshim? Biz tunugun nima dedik? Amerika Qo'shma Shtatlari va Ukraina prezidenti Zelenskiy $1 million qish fasliga tayyorlik yoki qaytarma hujumga tayyorlik yoki gapning ochig'i vaziyatni muqimlashtirish. Sening natijalaringni muqimlashtiraman. Rossiyaning hozirgi holatini ham vaqtincha muqimlashtiraman dedi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyoda ishi bor degan tuqmi shundaqmi? Vatandosh, endi bugun bu kelgan xabar va Amerika ovozida kelgan bu xabarda 20 davlat guruhi Rossiyani tanqidlashtirishni sal ojizlashtirdi deydi. Vatandosh, bu şundan aytganda hazır Avrupa tarafdan, mesela Ukrayna Rossiya masalasi tarafdan vaziyatni bo'shashtirib kelish, endi Osiyoda hozir bizlar ko'rsatgandek yuqorqi masalalarda qattiq bo'lish yo'lga qo'yildi ya qo'yilamdi. Masalani qo'ydik vatandosh. Ikkinchi, hozir Johnson nima dedi? Tashqi ishlar ministri Wang Yining ishi sataq. Hozir endi o qaravasti Chingang dedik, endi navbat hozir Minister Wang Yi'ni qarabası deganda qildi dedi, mavzu qo'ydi bugun. Ammo arliqda bu o'zgarish nazirlarga dedik, Jungo hukumati o'zgardi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yig'inga Xanjingni avatdi. Bu Mavreys davlatning Mavreysning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nemishi va diplomatiya so'riniga vatandosh. Uning Wang Yi kelish kerak. Hozir siz qarang, minister Wang Yi Johnsonga aytgandek peshkanlik kuchtirdimi? Yoki minister Wang Yi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'iniga qatnashmaydi. Buning sababi aslida plan bo'yicha 7-oyning oxiridagi plan bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari Wang Yi va boshqa diplomatlar bilan ko'rishib 11-oyda San Fransiskoda ochilgan Osiyo Tinchokkan iqtisodiy hamkorlik yig'iniga Rais Xi Jinping keladi, kelmaydi degan masalani muhokama qilish edi. Demek Wang Yi'ning hozirgi Amerika safari, ya'ni New York Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'iniga kelish safari qisqardi degan. Anda oxirgi leksiyada nima dedik? Bu demak hozir Rais Xi Jinpingning 11-oyda San Fransisko Osiyo Tinchokkan iqtisodiy hamkorlik yig'iniga kelishida masala chiqdi, chichak chiqdi degan gap. Nima kelishni xohlamaydi? Hozir eng muhim masala Rais Xi Jinping tashqari dunyoga sayohatga, ziyoratga chiqishdan ansirayotdi vatandosh. Buning tufti sababi, bu sababning hammasini qo'yib qo'ying. Demak, hozir markaz ichki qismida chataq bor. Markazning ichki qismidagi chataq siyosiy hokimiyatga yoki ochiq aytganda Rais Xi Jinpingning hozirgi o'rni xiris paydo qildimi qandoq degan gap. Shunga jur'at qilib chat alga chiqolmayotdi degan gap. Buni birinchi o'rin qo'yaylik. Ikkinchisi,
Biz San Francisco yığınıga Xi Jinping kelemdi, kelmemdi degan mesele bu sizlarga leksiya so'zildi. Mesela o Indoneziyadagi Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari yığınına qatnaşmadı. Mesela o Hindistan'daki 20 devlet guruhinin yığınına qatnaşmadı. Endi növbet aldık 11. San Francisco Osiyo Tinchokay iqtisodiy hamkorlik yığınına qatnaşmaydı degan gapning ma'nosi yana qaysi taraflarga chetilishi mumkin? 8. ayının 21. günü ve 8. ayının 26. günü. 8. ayının 21. günü Janubiy Afrikada o'zi qatnashadigan yig'in qatnashmada g'oyib bo'lib ketdi. Hozir bu g'oyib bo'lib ketishning jarayoni maxfiy. Hech qanday bir matbuot mushundaq sabab demadi hozirgacha. Nima sabab? Şu yo'qolib ketishi bilan darhol 26. gün aeroplanga o'tirib Beijingga emas, mustamlik Uyg'uristonning Urumchi shahriga yetib keldi vatandosh. Bu acayip gayrilik. Hem adam şuna tahlil kıldık o. Acayip gayri bir işledik o. Bugün yani onun Beijing'den chet elge ziyaretge çıkmaslığı ve bunun için korkup duruvatkallığı ihtimal. Yani bu şey sebep. 22. günü kayaga gayip buldun. Janubiy Afrika'da nima ishlarni ko'rding? Nemishqa tuyuqsiz 26. gün Urumchiga uchib bording? 8 qatim amallik, ijtimoiy muqimlikni ta'kidlading. Xinjiangda hech qanday chataq yo'q, mustamlik Uyg'uristonda sababi nima? Nima ish ta'kidlading? Gap nada biz vaqt nima degan to'q? Junanxay. Chamg'oning o'risi bor deydi Uyg'urlar. Xo'jamning xo'jasi bor deydi Uyg'urlar. Dünya, muşundak dünya deydi Uygurlar. Diyen edik Junanxay. Bugün endi özünüz diplomatik münasebet dairesinde diplomatik münasebetle barda keldi kılıp durgan. Belki Jungo'nun bugünkü takdir, bugünkü günü, bugünkü bayyaşat turmuş yartıpagen ve şunun için hes koşkan Amerika Koşmuş Ştatlarına kilel misiniz ziyaretke? Reis Xi Jinping bu kanda oldu hem de. Bu ne mi gapim de Reis Xi Jinping? Bunu koyaylı. Hazır Reis Xi Jinping meyli 20 devlet guruhu yığını olsun, meyli başka diplomatik sorular olsun, Jungo taraf diplomatları oturup koyup kelip atkan bir eş kelimat özgürüşü. Bugün Jungo taraf bu kelimat özgürüşünü bu mesele süpteni görege aldı. Men muşu bu içsem bile soğudalışımın. Devlet bir xatarligi maslahatchisi Amerika Qo'shma Shtatlari Jack Sullivan qat'iy rad qildi. Amerika bunda o'yinni o'ynamaydi. Amerika bunda sahnaga chiqmaydi. Amerika endi sen bilan guragelesh, qo'yib berish, tegishish, o ishni o'ynamaydi, bu o'yinni o'ynamaydi. Demak, sening klimat o'zgarishi bu bir Amerikaning krizi, butun dunyoning krizisi. Birla Amerika'nın krizisi emas. Sen bunu qanday cevap verirsen, öz yolu cevap verirsen. Amerika'nın başka planidagi başka mesele. Mesela uçuk aytsak men shundaq deyman, shundaq deyman, nima deyman, endi boshqa gap yo'q vatan. Dash. Tayvan, Hong Kong, Tibet, Uyg'uriston, mana bu shu masala o. Meselede sen klimat özgürlüğünü görege elip, sonra seti kılımı akmaydı, kabul kılmayımız, red kılımız. Gayretinizge apren devlet. Bexatarlığa maslahatçisi Jack Sullivan efendi. Hazır bir şey geldi. Vaziyet bir şey geldi. 11. ay degan ayet keldi. Yığın qatnaşdınız, nim oldu? Qatnaşmadınız, nim oldu? Amerika nima uchun bu odamni, bu reisni, Jungo'nun reisini yığınga qaytarishga nima ishqa bundaq? Kuchab ketdi, kuchaydi desiniz. Bu yerdagi masala bek oddiy vatandosh. Amerika bilan Jungo o'tirish diplomatik munosabat bor. Amerika bilan Jungo o'tirish hal qiladigan masala borda. Buningga qandaqdir ma'mur reis, qandaqdir ma'mur ko'jon kelib bir taraf qilinmaydi. Buni davlat reis sen kelishing kerak. Kelmayman deb turib olsang, masalani bilib olding, tugunni bilib olding, ishning oqibatini bilib olding. Men buniga imzo qo'ydigan va yoki ma'qul deydigan ishni qilinmayman deb. Keyingi yana olsang, o vaqt zamanı jidal mushundaq bo'ldi. Amerika zo'rlaydi, sen yig'inga kelsan, agar yig'in kamsan, vaqt oqibatdan qandoq bo'lishini hech kim tasavvur qilolmaydi. Jungo kompartiyasi mana mushundaq bo'ldi. Vatandoshlarim, bugun sizlarga so'zlagan leksiyamiz shu.
Təhlilimiz müşinçilik. Yani qılıb qağa yerler bolsa ötөгən qan toloqlap sözləb bilməz vətəndaşlar. Hazır vəziyyətdən inçkilik dərəcəsi Amerika münasibətinin, Amerika Cumhur münasibətinin inçkilik dərəcəsi qayağa gəldigini. Hani şuna da üzerine perez kılvasanlar, kıyas kılvasanlar buldu vətəndaş.